Ya Asilbek nima qilyapsiz bu yerda? Do'stim, bugun limonni sarig'ini yetishtirib, pulni ko'kida topadigan akalar xonadoniga kelganmiz. To'g'risi kirib, ko'rib turib hayratda qoldim. Limon yetishtirishar ekan akalarimiz. Issiqlik saqlash uchun qiyin ishlarni qarang. Bu issiqlik berishini qarang, cho'g'lanma lampani. Bu necha razmerda bilmadim, o'ta kattasi ekan lekin. Do'stlar, o'zi 4 kilovat qimmat. Xonadonda o'zi 100 ming, 200 ming olsa bir haftaga yetar etmas, yetmayapti. Endi bunaqa lampochkadan bitta ikkita uyasi bor ekan, parniga. Shuni ichiga adashmasam 7 tami 8 tadan har bittasida. Shunaqadan o'rnashtirilgan ekan, lekin issiqlikni chotki saqlab berar ekan. Men tashqarida ko'rgan boshqa xonadonlarda ko'rgandim, ko'pincha atapleniya yoki qo'lbola pechkalardan foydalanishardi, lekin bu usulni birinchi marta ko'ryapman. Shu bekorga aytishmagan ekanda, dehqonchilik ham bir san'atdir. Buni yetishtirib olguncha o'zini ancha rasxodlari bor, boshqasi bor, mehnati bor. Shuning uchun dehqonning mehnatiga bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, chunki yangidan yangi qanaqa texnologiyalar yoki yangi navlar bo'lsa, agrar olamda kuzatishingiz mumkin bo'ladi.